Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugun 11-aprel haftani juma kuni ekan. Bugunga kelib qiladigan ishlarimizdan biri ochiq dalaga pomidor ekish bo'ladi. Xo'p, ochiq dalaga pomidor ekish uchun biz mana shunday urug'larni chaqirtirdik. Toshkentdan Brend urug'lar do'konidan Jasurbek degan yigit jo'natdi. Xo'p, bizga taklif qilishdi. Bizda haligi nima desa bo'ladi, iqlimimizga mos urug'lardan jo'natishdi. Bizniki Namangan viloyati Mingbuloq tumanida bo'lgan. Sharoitlarimizni o'rganib, mana shu urug'lardan tavsiya qilishdi. Xo'p, Kami F1 dan, Kupon F1, Lojandan 2 ta, Ezodan 2 ta. Lojandan 4 ta ekan. 4 ta Lojan, 2 ta Kupon. Xullas jami 19 ming ta pomidor urug' ekyapmiz. Xo'p, hozir ekish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Stakanlarga turpoqni solib oldik. Endi hozir mashlarga bitta-bittadan tashlab chiqamiz do'stlar. Keyin nimalar qilishdi ko'rsatib boraman do'stlar. Hozir urug'larimizni tayyorlab, solish jarayonlarini ham ko'rsataman, qanday ekishlarni do'stlar. Do'stlar, mana urug' solish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz endi. Xo'p, bir kishi, ikki kishi urug'larni qo'yib ketishyapti. Ortimizdan bir kishi qo'lda shu bitta nima deydi mana uni? Bo'g'imcha ko'mib ketyapmiz. Keyin buni ustidan suv quyib, salafan bilan dimlab qo'yamiz. To chiqquncha 2-3 kun salafan turadi, keyin asta sekin ochishni boshlaymiz. Ustiga mato yopib, havoga qarab ochamiz do'stlar. Issiq bo'lsa sal mato qo'yamiz. Havo bulutli bo'lsa mato ustiga qo'ymaymiz, do'gan ustidan. Mana shunday qilib yozgi pomidor ko'chatlarini mana shunday tayyorlanadi do'stlar. Hozir mana shu hammasiga ekib chiqamiz 19 ming tani. Ulgurgunimizcha bugun. Xo'p, buni asli yashikka sepib chiqarib olsa ham bo'ladi. Biz shu to'g'ridan-to'g'ri stakanga solishga qaror qildik. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.